Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, chorva sevar do'stlar. 2-iyul hafta kuniga chorshanba Yazyovon chorva mol bozori. Sigir, buqa, qo'y, buzoq, har xil turdagi chorva narxlarini yoritib boramiz. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlarini so'rab qolamiz. Birinchi sigirimiz rossiyskiy xunajan. Birinchi bo'lasiz, do'st? Birinchi bolasi aka. Suti necha litr? Sutini 5 ta beraveradi aka. 5 litrga. O'zalidan. Bolasi xunajinchi? Xonasi o'zi ham endi ikkinchi kurada buzyapti aka. Narxini necha bilatyapsiz? Pulini 23 deyapti aka. Necha savdo qilishdi? 21 qilishyapti aka. 23 million kami bor, 21 million savdo qilishyapti. Bunisini ham bolasi xunajinmi? Bunisini ham bolasi xonasi. Bunisini suti ko'proq ekan-a? Ha, buniki 10 taga sanashib beraveradi aka. Nechinchi bolasi? Bu ikkinchi bolasi. Necha pul narx aytyapsiz, aka? Bunga 30 deyapti. Chiroyli mol ekan. 25,5 million savdo qilishibdi. Qancha bo'ldi? Ikkalasi ham bitta joyda sigiri. Chiroyli mollar. Bu kattasi ham sizdanmi aka? Suti necha litr? 15 litr sutga, bo'yi 1.35 plus. Katta mol. Narxi-chi aka buni? Narxini 40 deyapti aka buni. 40 million kami bor. Savdosi necha pul qildi? 36 qilishyapti aka. 36 million savdo bo'lyapti. Aka, nomerlaringizni qo'yib qo'yamizmi? Uchalasiga ham bitta nomer qo'yilaveradi. Ha, bitta nomer 91lik 91lik 328 328 9078. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Navbatdagi rossiyskiy katta sigirimiz. Yo rossiyskiy yo galishtin. Necha pul narx aytyapmiz bunga? Necha pul narx aytyapmiz? 55. 50 million. Savdosi necha pul qilishdi? Necha pul savdo qilishdi? 35. 35 million. Enasi bo'g'ozmi? Ha, bir oylik. Jumo. Suti necha litr? 8 litr. 8 litr suti bor. Bir oylik jumoni bor ekan. Ammo mol yirik mol. Kichkina mol emas. Quyosh tushib qolar ekan. Yana bitta rossiyskiy sigirimiz. Necha pul narx aytyapsiz aka? Yana bola 40 deyishdi. 40 million savdo qilish. Siz necha pul narx aytyapsiz? 50 kam bor. 50 million kami bor. 40 million savdo qilishdi bolasi. Novoz. Enasi ham kuchli bo'lishi. Suti necha litr? 20 beryapti. 20 litr suti bor. Birinchi bolasi. Ha. Necha pulga kirdi? Kichkinaroq variantlaridan bolachasi novoz. Ariqroq ekan, yaxshi mol ekan. Aka nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Birinchisi. Birinchisi necha pul narx aytyapsizlar? Necha pul narx aytyapsizlar? 26 narx aytyapmiz, 24, 23 yarim. 26 million narx aytilyapti ekan, 23,5 24 savdo bo'lyapti ekan. Suti necha litr? 8 litr suti bor ekan. Bolasi novoz. Kichkinaroq variantdagi sigirimiz. Bo'ylari 1.10, 1.15 atrofida. Bolasi novoz. Aka necha pul narx aytyapsiz? 27 million. 27 million narx aytilyapti. Necha pul savdo qilishdi? 22. 22. Necha litr suti bor? 8 litr suti bor. 20
27 million narx aytilyapti, 22 million savdosi bo'libdi. Yana bitta jaydar sigirimiz savdo bo'lyapti. Bolasi xunazinchi. Yelilasi olar. Qancha necha narx aytyapsiz? 25 narx aytyapmiz. 25 million narx aytilyapti. Necha savdo bo'lyapti? 21,5 bo'lyapti o'zi haligida. Hozir qancha bo'lyapti bilmayman. Nechinchi bolasi? 3-bolasi. Necha litr suti bor? 5 litr beraman, 4 litr. 3-chi bolasi 4-5 litr suti bor. Qirg'iz sigir ekan. 25 narx aytilyapti ekan, 22 ga 3 savdo bo'ldi. Novoz buzoqcha. Birinchi bolasi ekan. Necha litr suti bor ekan? 8 litr suti bor. Necha pul narx aytyapsiz? 23 million narx aytilyapti. Savdosi necha pulga bu to'xtadi? 23,500. Adashib ketdi shekilli 20-300 deyman deb 23-300. 20 million atrofida. Kichkina xo'jalik bo'lib sigircha. Navbatdagi sigirimiz. Aka nechinchi bolasi buni? Ikkinchi bolasi. Necha narx aytyapsiz? Necha savdo qilishdi? Savdosi 26 million. 30 million narx aytilyapti. Savdo bo'pti. Necha litr suti bor aka? 12 ta. Yaxshi mol ekan. Navbatdagi sigirimiz. Nechinchi bolasi aka buni? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Necha pul narx aytyapsiz? 22 million shekilli. 22 million narx aytyapti, 19,5 million savdo bo'lyapti. 5-6 litr suti bor. Simentasi kirasiz. Necha pul savdo bo'lyapti aka? Necha pul narx aytyapsiz? Qirg'izda savdo bo'lyapti. Shimol. Suti necha litr hozir aka? 25 litr suti bor ekan. 40 million savdo bo'lyapti.